Greenleaf korporatsiyasining iLife brendiga tegishli yana bir ajoyib eko kir gelimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman hamda pH indikatorida tarkibida ximikat bor yo'qligini ham isbotlab bermoqchiman. Ushbu kir gelimiz oqartiruvchi fermentli kir yuvish vositasi bo'lib hisoblanadi, ya'ni oq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu vosita chuqur dog'larni ketkazuvchi multienzimli formulaga ega. U bilan qiyin ketadigan dog'larni ham bir yuvishda yo'qotish mumkin. Shuvoqning yoqimli yangi hidiga ega, oson chayiladi. Qo'lda va kir yuvish mashinasida yuvish mumkin. Har xil matolar uchun mos: paxta, zig'ir, jun, sintetik tolalar, aralash matolar. Gelning afzalliklari: kiyimning asl rangini saqlaydi, multienzimli formulaga ega, mato tolalarni parvarish qiladi, chuqur dog'larni ham ketkazadi, kiyimlarni yuvgandan keyin yumshoq va qulay holatda saqlaydi. Ushbu gelimizni pH indikatorida ham sinab ko'ramiz, ya'ni tarkibida ximikat bor yo'qligini ham sinab ko'ramiz. Buni bir necha bor ko'rsatganman. Agar mana shu sariq qog'ozchaning rangi o'zgarsa, demak tarkibida ximikati bor bo'lgan bo'ladi. Lekin Greenleaf mahsulotlarini tarkibida 1 gram ham ximikat yo'q. Aynan shunisi bilan boshqa kirgellardan farqlanib ajralib turadi. Hidiga gap yo'q. Hidi kuchli, yovvoyi gullarni hidi keladi. Asosan polin gulini hidi keladi.